2026-yilda uy qurish usta haqlari necha puldan bo'lyapti, nima qanchadan qililyapti, hozir sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Usta akamizdan olgan ma'lumotni beramiz. Betonimizni podushkasi necha puldanligini so'ramabmiz. Tevasi bo'yi 60, eni 40 santimetrlik bo'lsa, 1 metrini 60 ming so'mdan quyib berishyapti ekan akalarimiz chiroyli holatda. Pishig'ishlarimizni donasini 800 so'mdan rastvorga, 700 so'mdan loyga urib berishyapti ekan. Bu pishig'ishimizni narxi joyida 800 so'm ekan, yetib kelishiga 100 so'm, 150 so'm qo'shilib qolyapti ekan. Farg'ona Marg'ilon ichi bu. Endi xomg'ishimizni har bitta donasi 450 so'mdan ekan, yetib kelishi chetga 550 so'mdan tushyapti ekan. Usta akamiz har bitta donasini 450 so'mdan qo'yib berishyapti ekan. Akalarimiz chiroyli holatda usta akamiz ishlarni ko'ryapsizlar, tekis holatda urganlar. Tepalarini ham ko'ryapsizlarmi, u taxtadan keyin taxtani oldiga pishig'ishlar qo'yib ketishgan. Shu pishig'ish nimaga qo'yiladi sanang? Xomg'ish yuk tushganda ezilishi yaxshi qattiq bo'lgani, ezilib ketgani uchun pishig'ish qo'yishgan. Bundan tashqari mana shlaka bloklarni o'q devorlarga urilgan. Shlaka blokimizni narxi 3000 so'mdan ekan. Usta akamiz 3000 so'mdan har bitta donasini loyga salang loyga, rastvorga salang rastvorga urib berar. Chiroyli holatda ishlayni bitirib berishadi. Pastki nomerga aloqaga chiqsalaring. Endi tom yopish xizmatlari usta akamizni har bitta to'sin tom yopish xizmati, har bir dona shipirimizni 80 ming so'mdan yopib berar. Loy boshish xizmati alohida ekan. Loyni 1 kvadratini 20 ming so'mdan bosib berar. Tom yopish xizmati 80 ming so'mdan qimmat yo arzon deyishlari mumkin. Uning ichiga to'sinni tashab, vassani qoqib, straper, reykani qoqib, tomingiz shipringizni yopib berishadi. Bonusiga bu oldida tarnovsini qoqib berishar ekan akalarimiz. Chiroyli holatda ishlayni bitirib berishadi. Bunaqa ustumlarni har bitta metrini 120 ming so'mdan quyib berishadi. Menga mana to'sin tashlashgan ko'ryapsizlar. Aka regel bo'lsa, har bitta metrini 8 qatorli armatura tashlab, 14li, 18li, 12li aralashtirgan holda har bitta metrini 200 ming so'mdan qilib berishar ekan akalarimiz. Pastki nomerga aloqaga chiqsalaring, chiroyli holatda ishlayni bitirib berishadi. Videolarimiz yoqgan ekan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang.